Boshingiz og'rib ketmayaptimi? Biznes qilish boshqa, To'g'risini gapiraymi? trener bo'lish boshqa. Yorilib ketaydi. Ko'zlarimga qarasam shunaqa bo'lib qolaman-ku, bir xil paytda ahli ayolim qo'rqib ketadi uyga kirib kelganimni ko'rib. Menga birpas teginmagin deyman. Bitta anaqani to'ldirib ber, vanningni o'sha yerda o'tiraman. Olgan mas'uliyating shumi? Endi oxirigacha olib bor erkak deyman. Agar orqaga qaytsang, senga hech kim ishtima demaydi, o'zing yeb qo'yasan, battar bo'ladi deyman, luchda period. To'xtasam battar bo'ladi. Odamlar charchatib qo'ymaydimi? Odamlar bilan ishlaysiz-ku. Charchatadi, endi trener degani energiya ber degani. Shaytonman. No, hamma narsani badali bor. Har xil odam bo'ladi-yu. Har xil. Yo'q, har xil bor. Kimdir недовольный, kimdir negativ ketadi, kimdir yomon ko'radi, kimdir syomka qiladi, kimdir podstava qilishga harakat qiladi. Har xilchasi bo'ldi. Kimdir kelib, real kursingizni olib, ham bunaqa опровержение qilay deydi. Yozib berdi bir marta ustimdan. Ha? Ammo 12 kiloni ko'tartirganda qo'li og'rigani uchun yozib beribdi. Shayxon Tohirga borsam, nima bo'ldi desam, ko'targanimdan keyin nima og'riyapti dedi. Arizani mazmunini qarang. Mikrotravma, makrotravma bo'ladi-yu desam, mana shunaqa pulimni qaytarib bergan. Har xil odam bor. Mana pul topishni sal boshqacharoq yo'lini o'ylab topsangiz yaxshi bo'lardi.